O'zbekiston radio kanalida Tabassum. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum tabassum shaydolari. Assalomu alaykum tabassumning sevimli tinglovchilari. Sizlarga shodlik va quvonch ulashish maqsadida tabassum eshittirishimizni boshlaymiz. Hajibchi To'xtash Ashurovning Xotin aka kitobidan olingan Xotin aka hajviyasi bilan tabassumni boshlaymiz. Marhamat, tinglang va zavqlaning. Haqiqiy kulgulardan bahra oling. Xotin aka. Qarang, shu desangiz tushimda xotinim meni boshiga ko'tarib yurgan emish. Xayriyati, qanday qilib bizning xotin ham insofga kelib qoldi deb o'ylab o'yimga yetolmadim hamki, cho'chib uyg'onib ketdim. Tushim ekan. Ko'zimni ochsam, xotinimning oyog'i ostida yotibman. Oyog'i mening ko'kragimda turibdi. Tavbangdan ketay, tushim hech o'ngidan kelmadi-da. Xotinimning dag'dag'asi 10 chandon ortiqcha. Ey, kechagi maoshni yarmi qani? Ostini aytasizmi? Yoki shunday qilib, og'zingizdan joningizni bosib chiqarib yuboraymi, ha? Tezroq bo'ling, gapiring. Shu norasidalarni rizqini qiygani qanday jur'at etdingiz? U og'irini solib, oyog'ini qattiqroq bosdi. Jon aka, xotin aka tavba qildim deyman. Qani endi hovuridan tushib, ko'kragimdagi oyog'ini sal ko'taradigan avzoyi bo'lsa, yalina boshladim. Axir o'zing tushunsan-chi, xotinjon. Ikkita to'yga, bir o'limga, ikkita tug'ilgan kunga yig'ildi. Faqat 10 so'mlikini ichdim xolos bu safar. Qolgani ana shu berganim nafasim bo'g'ilib. Yalinmay ilojim qancha? Aniqrog'i, men unga yoqdim. Bo'lmasa, menga turmushga chiqqanida og'irligi 43 kilogramli chikaltakdek narsa hozir 90 kilogramga yetib, og'ir vaznlilar gruppasida mustahkam o'rin olib turarmidi? Aslida bir hamshisham aytgandek, o'zi 6 ta bolali bo'lganda o'zgarmasligiga qarab, keyin xotin bilan nikohdan o'tish kerak ekan. Zo'r fikr-a. Aqlni ahmoqdan o'rgan degani shuda. Bo'lmasa, yaralganidan beri aroqdan boshqa narsaga joy bo'lmagan kalladan shunaqa dono fikr chiqadi deb kim ham o'ylabdi deysiz. Shu desangiz, xotinimning zil-zambil oyog'i ko'kragimni bosib turibdi. Aka xotin ustiga aka xotin deb ming bor yalinganimdan so'ng sal bo'shashdi. Mayli, bu safar ham kechiraman. Ammo keyingi safar ichishdan oldin hayotingizni sug'urta qildirib olishni unutmang. Xo'p. Ayab o'tirmayman. Sabr toqatga chegarasi bor. Toqatim toq bo'ldi, jonim halqimimga keldi. Shunday bosaman, joningizni chiqarib yuboraman. Shundizmi? Jon xotin aka, xo'p. Xayriyati, ko'kragimdan oyog'ini oldi. Kallam qursin. Nega men xotinimni aka deyishimni sababini sizlarga boya aytmayman-ku. Voqea bayram arafasida bo'lgandi. Bir kuni bosh buxgalterimiz Nizomiddin akaga bugun uyda xotin yo'q, ko'chada ovqatlanib kelishga to'g'ri keladi degandim. U kishi xotin bo'lmasa, juda soz-ku. Bir osh demlaymiz, ha? Menchi oshni sayratib yuboraman, sayratib. Yo'q. Men bu gapdan xursand bo'lib, jon deb rozi bo'ldim. Ishdan so'ng u kishi Siz borib turavering. Men
hozir ketishdan shunday yetib boraman. dedi. Men uyga kelib sabzi piyoz to'g'rab turdim. Bir vaqt Nizomiddin aka kassir ayolni ergashtirib, eljayib kirib kelyapti. Qani yuring. Ya, Qo'shilchi. ya, hayron bo'ldim. Xotinimni fe'lini bilaman, lekin qanday qilib kassir ayolni chiqib keting deyman. Damim ichimda o'lganimning kunidan kelinglar dedim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, hammasi tayyormi? Ha, shu Ro'zaxonga yuring. Osh bor desam, rozi bo'ldilar. Hep birgalashib kelaverdik. Xafa bo'lmaysiz-a? Dedi kulib boshbuq. Yaxshi kelibsiz-da, dedim. Xotin yo'q-ku deb o'yladim ichimda. Osh damlandi. Ozginadan ichdik. Sekin-sekin 2-3 shisha bo'shadi. Bir payt xotin kelib qolsa bo'ladimi? Yo'q, xotin emas. Eshikdan, qafasdan qochgan bir sher kirib keldi deyvering. Hammamiz soqov bo'lib qoldik. O'yinga tushayotgan kassir ayol bir qo'li tepada, bir qo'li ko'ksida haykaldek qotib qoldi. Bir kun bo'lmasam, hali shunaqami, ha? Aka xotin, Allohim bekorga ushmagan ekanda. shu turaman. Xotinim kassirni nozik joyiga bir ketdi. U osmonga uchib ketdimi, yerga kirib ketdimi, zumda g'oyib bo'ldi. Meni chap qo'ltig'imdan, boshbuqni o'ng qulog'idan burab ko'tardi. Kelinchi. Mana ichish. Boshbuqning oyog'i yerga tegmadi. Shu yo'sinda ikkovimizning boshimizni bir-biriga urishtira boshladi. Voy, Mana Shu taqlid 1-2 urishtirib qo'yib yuborsa ham mayli ekan, yana nima deydi deng? ikkovingni xom kallangni qaynatib pishirsa ham bitta aqlli kalla chiqmaydi-yu, qilgan ishlaringni qara-ya. Negadir boshbuq ha deb jon aka, qo'yib yuboring qulog'imdan. Voy, qulog'im buzilib ketadi-yu, jon aka. deb qichqirardi. Chamamda kayfim oshib qolganidanmi, yo qo'lining kuchliligidanmi, boshbuq xotinimni erkak kishi deb o'ylardi. Men ham unga qo'shilib, aka xotin, jon aka xotin deb yolvora boshladim. Aka xotin qo'yib yuboring. Aka deganim xushyoqti shekilli xotinjon bizning boshimizni yanada qattiqroq urishtirardi. Men bor ovozim bilan aka xotin, jon aka xotin, boshbuq esa Jon aka xotin. Voy, qo'yib yuboring bo'ldi. Qulog'im uzilib tushadi. deb har ikkimiz yolvorardik. Ovozimizni qo'ni qo'shnilar ham eshitdi. Qisqasi, peshonalarimizga go'yo yong'oq yopishtirib qo'yganga o'xshab qoldi. Men 3 kundan keyin, boshbuq esa 5 kundan keyin zo'rg'a ishga bordik. O'shanda ham boshbuqning chap qulog'i boyloqliq edi. Chunki uning oyog'i yerga tegmagandi-da. Shundan beri xotin po'pisa qilsa, aka xotin deyman. Menga-ku mayli aka deymanmi, tog'a pochcha deymanmi, har holda o'zimning xotinim. Nizomiddin akaga hayronman. Hatto boshlig'imizga sir bermaydigan boshbuq bizning aka xotinni ko'rsa xuddi pionerdek chest berib turadi. Demoqchimanki, sizning ham boshingizga xotinni aka deydigan kun tushmasdan ishni tashlang. Tabassumda Forschadan Bahrom Ibrohimov va Rustam Komilov tarjima qilgan latifa-yu hangomalarga navbatni bersak nima deysiz? Albatta, bu latifalar, hangomalar dilni shod etish bilan birga insonlarga
inson qanday fazilatlarga ega bo'lishi va nuqsonlardan xalos bo'lishni eslatadi. Unda marhamat, tinglang va shod bo'ling. Yolg'onning foydasi. Bir oila poyezdda safarga chiqqan edi. Ota 6 yashar o'g'li bilan hazillashmoqchi bo'lib, uning boshdan qalpog'ini olib, orqasiga yashirdi-da, derazadan qalpoqni tashlab yuborgandek qo'lini siltadi. Buni ko'rib bola yig'lay boshladi. Ota bolasining yig'lashdan kulib, Dada, ana meni qalpog'imni tashlab yubording. Ay, yig'lama. Hech qisi yo'q. Hozir men bir hushtak chalsam, qalpog'ingning o'zi qaytib keladi. dedi ota. Hushtak chaldi. Keyin qalpoqni orqasidan olib, bolaga ko'rsatdi. Bola payt poylab o'tirib, oradan sal vaqt o'tgach, otasining qalpog'idan boshini yulqib olib, derazadan uloqtirib yubordi. Dadajon, hozir bir hushtak chalsangiz, qalpog'ingiz qaytib keladi. Qalpog'im! Shoirni eslash. Ulug' bir shoirning uyi yoniga marmar lavha o'rnatdilar. Lavhani ochish marosimi tamom bo'lgandan keyin ikki kishi yo'lda ketayotgan edi, biri ikkinchisiga dedi: Menga qara. Men olsam uyimning eshigiga nima qo'yishar ekan? E'lon yopishtirishadi. Shunaqa degan e'longa nima deb yozishar ekan? Shu uy ijaraga qo'yiladi deb yozishadi. Ko'rmana. Ikki do'st ko'chada uchrashib qolishibdi-da, suhbat asnosida birinchisi ikkinchidan so'radi: Aychi, sen Parvizning uylanganini muborakbod qilgani borganingda ko'rmaniga nima sovg'a qilding? 5 ta kaptarimni sovg'a qildim. deb javob berdi o'rtog'i. Nega kaptar sovg'a qilding? Ko'rmaniga boshqa narsa sovg'a qilishning iloji yo'qmidi? Iloji bor edi, ammo boshqa narsa sovg'a qilganimda ertasiga uyimga qaytib kelmas edi-da. Nima? Ha? Qizlar pansionida. Bir pensionda 3 ta boyvuchcha qiz o'qirdi. Ularning muallimi faqir bir kishi edi. Bir kun qizlar muallimlarini kalaka qilishmoqchi bo'lishdi. Shu maqsadda boyvuchcha qizlardan biri: Og'ay muallim, otangizni itboqarlik qilgan deyishadi, shu gapi rostmi? deb so'radi. Ha, rost. deb javob berdi muallim. Afsuski, otamning shu hunari menga ham meros bo'lib qolgan. Badgumon. Ana o odam ahmoq dedingiz. Bu gapni meni haqqimda aytgan bo'lmang tag'in. deb so'radi yo'lovchi. Yo'q, og'a, axir bu shaharda sizga o'xshash ahmoq bittaginami? deb tasalli berishdi yo'lovchilar. Nima? Tabassumda qatra xandalar. Tinglang va Shod bo'ling. Nega Irmina yerga tegmayapti? U hanuz idealiga mos izlayapti. Uni ideali qanday ekan? Unga uylanishni istagan erkakda. Nima uchun idishga pivoni kam quyasiz? Kechirasiz, ko'zim sal chatoqroq. Unday bo'lsa nega biron marta toshirib quymadingiz? Ya, nimaga meni butunlay ko'r deb o'ylayapsizmi?
Salima, sen meni yaxshi ko'rasanmi? deb so'rabdi yigit tanish qizdan. Ha, albatta. Unday bo'lsa, ertaga zaksga kelsang, xo'pmi? Biz Halima bilan nikohdan o'tmoqchi edik. Guvoh bo'lasan. Voy. Menga qaytimini kam berdish. Uf, kun bo'yi bir gapni qayta eshitaverish jonga tegdi-da. Ko'randa ofitsiantga norozi ohangda dedi. Olib kelgan tavuğunuzni ko'ring. Faqat terisi yu suyagidan boshqa narsasi yo'q. Nima? Siz patlarni ham istaysizmi? Ha? Dorixonada Kechirasiz, muzni qaytarib olib keldim. U yomon ekan, erib ketyapti. Parishon xotir olimga xotini. Eski gazetalarni hammasini yoqmoqchiman. Senga kerak emasdi? Hozircha keragi yo'q. Yoqaver. Keyinroq foydasi tegib qolar. Aziz tabassumning sevimli tinglovchilari, sizlarni kulgu va shodlik aslo tark etmasin. Sizlarga tabassum ulashganlar muallif Sherali Hojiyev, rejissor Gulchehra G'iyosova, ovoz operatori Sevara Yunusova, Qatnashuvchilar Sanobar Qodirova, olim Otaboyev, Shohida Soliyeva, Sherali Hojiyev, Ahmadjon Mirzayev, Sohiboy Tugalov, eshittirishni Ma'ruf Qodirov bilan Boyir Xolmirzayevlar olib borishdi. Yana havo mavjlarida g'oyibona ko'rishguncha xayr.